Prezidentimizning joriy yil 16 fevraldagi muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorida ushbu oyni Ramazon mehr-muruvvat, ahillik va shukronalik oyi g'oyasi asosida o'tkazish, xalqimizga xos insonparvarlik, ezgulik, shukronalik va mehr-oqibat singari an'ana va qadriyatlarni asrab-avaylash hamda keng targ'ib etish yuzasidan qator vazifalar belgilangan. Bu tashabbuslar nafaqat moddiy ko'mak berish, balki aholining ijtimoiy himoyaga bo'lgan ishonchini mustahkamlash, inson qadrini ulug'lash va jamiyatda mehr-oqibat muhitini kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Muborak Ramazon oyi ezgulik, saxovat va mehr-oqibat ayyomi. Shu munosabat bilan O'zbekiston mahallalari uyushmasi tashabbusi bilan keng ko'lamli xayriya tadbirlariga start berildi. Biz tasvirga olish guruhimiz bilan Mirzo Ulug'bek tumanida bo'lib, Ramazon sovg'alarini tarqatish jarayonlarida bevosita ishtirok etdik. Tumanga keltirilgan saxovat to'plamlari mahalliy etilgi xulosasi asosida manzilli ravishda ehtiyojmand oilalarga yetkazilmoqda. Ushbu Ramazon oyida yolg'iz insonlar, boquvchisini yo'qotgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj va kambag'allik ro'yxatida turadigan, ishsizlar ro'yxatida turadigan oilalar bilan havola olish bu mahalla yettiligining asosiy vazifalaridan biri bo'lib, shu ishni amalga oshirmoqdamiz. Mana bugun ham navbatdagi tadbirlarimizdan biri O'zbekiston mahalla uyushmasi tashabbusi bilan o'tkazilgan bu xayriya tadbirida tumandagi barcha mahallalar jalb etildi. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida jami 70 ta mahalla bo'lib, 1064 ta oilalarga Ramazon oyi munosabati bilan oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat bo'lgan sovg'a to'plamlari tarqatish jarayoni ketmoqda. Ramazon sovg'asi jamlanmalarida 10 turdagi eng zarur va sifatli oziq-ovqat mahsulotlari mujassam. Xususan un, guruch, o'simlik yog'i, shakar, makaron mahsulotlari, dukkakli donlar hamda boshqa kundalik ehtiyoj uchun zarur bo'lgan mahsulotlar joy olgan. Eng muhimi, muborak oydagi bu tashabbus nafaqat moddiy yordam, balki xalqimizga xos mehr-muruvvat va saxovatning yana bir yorqin ifodasidir. Shahzoda Mirvaliyeva, Aziz Rayimboyev, Poytaxt.